Hammani uyda konditsioner bor. Bitta biz bechoralar ventilyatorda o'tiribmiz. Obid, bugun 60 gradus issiq bo'lyapti ekan. Yura ozgina salqinda dam olamiz. Yo, rahmat. Men uydagilarga konditsioner olib beraman deb va'da qildim. Men ishlayman. Yana oshmi? Voy, go'sht kammi? Men ham yeyman. Och qoninga labshi ham zo'r ketadi, ha? Men krossovkaning qorasidan xohladim. Men buni kiymayman. Ey! Shuncha ishlayapsan, yaqinda oyog'ingda tushib qoladi, yangi olsang-chi. Ay, yo'q, shunda chetini kililib olsam, yangidek bo'ladi. 3 yil o'qiganim nima bo'ladi, aya? Voy siqilma qizim, akangga aytamiz, kontraktini to'lab yuboradi. Ha, krossovka, konditsioner, ro'zg'or hammasiga jo'natdim. Kontraktni to'lab yubordim. Ha, bo'pti. Bankka bormasdan qanday pul jo'natding? Milliy pay ilovasi orqali Rossiyadan turib dunyoni 200 tadan ortiq davlatiga pul o'tkazma qilsang bo'ladi. O'zimizni Visa, Uzcard, Humo kartalarga pul o'tkazma qilasan. Hatto naqd pul yuborsang ham bo'ladi. Kommunal to'lovlardan bemalol to'laysan. Bankka bor, navbat kutib ekanda. Конечно, 20-iyuldan 20-avgustgacha milliy paydan kamida 10 ming rubl o'tkazmani qilsang, bitta tanga beradi. Yana yuborsang, yana bitta tanga berishadi. Qancha ko'p tanga yig'sang, sovg'aga qo'yilgan 15 ta Samsung telefonlarini yutib olishing shuncha osonlashadi. Qoyil. Hozir. Ho, aya? Bolam, sening to'yim tezlashib ketdi. Bu yil kelmasdan keyingi yil kela qolgin. Ha, xo'p. Hech kim o'zing yaxshimisan demadi. Dadamni musofir bo'lib tushundim. Yana girjanga dori olmay hamma pulni uyiga jo'natdingmi? Erkakni kim tushunadi? Erkak o'lmasa, hammasi yaxshi bo'ladi. Umri chet ellarda sovrilib, oxir oilam deb o'zini qurbon qilar musofir. Dardini bekitadi, ichiga yutadi uni sho'g'a.